ko'pchilikki biroltalarda gidrokompensator degan ovoz chiqarib qoladi, bilasizlar. Buni sababi golovka tirishini berib qoladigan bo'lsa, gidrokompensator ovoz berib qoladi. Bu holatlarda nima qilinadi? Ko'pchilik Nexia haydaydiganlar golovkasi ketib qolsa, yangi ehtiyot qismdan qo'rqib, rabotchisini 4,5 millionga olishar ekan. Okey, buni sababini aytib o'taman. Ko'pchilik yangi golovkadan qo'rqishligining sababi klapan kiradigan направляющий vtulkasi qisib qolishligi. Bu holatlarda yangi golovkani hech ikkilanmasdan qo'yishligini mumkin. Faqat qo'yishlikdan oldin направляющий vtulkasini almashtirib yuborasizlar. Рабочий originalidan bir xilda xizmat qilishlikda davom etadi. Bu ehtiyot qismiga 10,000 kilometr masofa garantiya va 1 oy davomida garantiya berilar ekan. Shu muddat davomida agar bu ehtiyot qismiga golovka prokladka kuyib qolib yoki nimadir muammo bo'lsa, ish haqqisi va ichidagi ehtiyot qismlari hamma moy antifrizlargacha to'lab, mashinangizni to'g'irlab berishadi. Ya'ni bu Boskos brendidagi golovka bo'ladi. Bu ma'lumot faqatgina Boskos golovkasiga emas, yangi golovka qo'yayotgan paytda направляющий vtulkasini almashtirib, original vtulka qo'yadigan bo'lsangiz, uzoq vaqtgacha sizlar xohlagan xizmatni qilib beradi. Bu ma'lumot foydali bo'ldi deb o'ylayman. Nexia bor tanishingizga jo'natib qo'ying va kommentariyada sizni avtomobilingizda nima muammo bor yozib qoldirsangiz, inshaalloh biz ikkalamiz yechimini qilib beramiz. Joyingizda sog' bo'lsin.